bizdagi do'stlar dastarxoningdagi arog'ing uchun ishib olib qo'yningdagi xotiningga da ko'z salatin do'stlar ko'proq bo'lib ketdi. Necha do'stlarning ayrilganini eshitsang, jag'ang tustaysan. Uyingda, to'ringda o'tirib, issiq noningni yeb, issiq ovqatingni yeb, o'zingni mas qilib, xotiningda to'shagini tortgan ne bir ayvondan da to'men do'stlarning barligi bu o'tirga emas, shalg'an emas. Uyingda, to'ringda, issiq noningda, tamog'ingda yeb o'tirib turib, qizining qo'ynina borgan ne bir do'stlarni ko'rgan, eshitgan vaqtda astag'firulloh. Bu do'st degan o'ta qimmat so'z bu. Do'st degan bu qimmat so'z. So'shin do'stlikda da biz o'ta qadrlashimiz kerak. Do'sting kim? Dushmaning kimdir? Adam bilib olish kerak eng birinchi. Men uchun ishpaysin ba deydi. Men do'stim uchun keyin ishib qo'ydim deydi. Eğer ol senin işinin dostun bo'ladin bo'lsa, sen uchun ne uchun bir namoz o'qimaydi? Sen de do'sting namozxon do'sti bor, sen de iymonli musulmon do'sti bor. Nega sangan yergazib namoz o'qimaydi? Nega biz endi sol iflos bir nakas do'stimiz deb turib aroq ichishimiz kerak? Onun ana ansambl bilan qaynatib o'tirgan to'yinda borib turib, to'sh o't ko'tarib söyləyimiz kerak. Qaysi foydali? İslamda do'stlikka o'ta qattiq man beriladi. Do'stlar bir-birini Allah uchun yaxshi ko'radi, Allah uchun yomon ko'radi. Biroq biz mashina uchun, dunyo uchun do'st bo'lamizda qalamiz. Bir kuni mağan qo'ng'iroq chaladi bir yigit. Ol temir torning arjag'idan izbandavati. Ağa dedi. Mağan osunda xiyonat qildi. Bilasizmi kim oldu dedi. Çok. Ol mening 10 yil birga bir mejni bo'lib yurgan do'stim dedi. Men 18 yilga kesilib ketdim. Ol men xotinimni xotin qilib olibdi. Mening baldarimni diddan o'tkazib beribdi. Sonra türmede oturup жүріп o'ltirgizib bersem bo'ladimi dedi. Dedim, yo'q. Adamda adam uratın bo'lsa, bir yeri sinadi, bir yeri ko'gara tuziladi. Adamda Xudoy ursa tuzilmaydi. Ol Xudoy urgan adam qo'y, onu Xudoyga sal dedi. Qarang, 10 yil birga bir bezni bo'lishib yurib, o'zlaricha ne bir ataqlarda atab, biz bandit, biz samdid deb turib, ne bir biz so'zdan qaytmaymiz deb turib, o'zining do'stining arkasından pichoq solib bergan yigitlarni eshitgan vaqtda, astag'firullohim. Balkim mo'min musulmon odam bundaydan uzoq bo'lishi kerak.